Suyunaka qarda kechib juratmanda. Hozir ko'kmok cho'pda ketdamiz deb qo'yaymi. Oltindan aytishi bo'yicha ko'kmok cho'p jayda qarimaydi deydi. Möngü deydi. Dengiz terenligidan Suyunaka bugün qancha kun? Bugün 10. gün. Erten Xudo qalasa 11. gün. Aka, bugün 10. kun. Bugün cuma ekan 10. kun bo'lib qolib turja. Erten ketamiz deb o'tadi 11. kun bo'ladi ekan. Kelib yo'q deganda bir hafta salib ketkilar. Bunun naragında dalshi dag'ın qirg'izlardan o'ta ko'p turadi. Sonini bilmaymiz. O'ynagan odam o'ta ko'p. Havası o'ta salqin. Qarashoronning eng qasiyatli denso'liqqa davo bo'lgan suvning ustida turamiz biz hozir. Mana bu yerda chiqayotgan o'shol sho'rga o'xshash suv ekan. Dem olsang o'pkang jirg'ayt qochirkin. Dem olsang o'pkang jirg'ayt. Aka, Suyunaka, Oltinaka bizden başka dağın nesi alıp qaytqandarım aka. Qaraqdan qaytding ara? Köl var üstünde. Ana aka dostlar, eng qizig'i. Hozir biz yerden qancha desin, gidesem 2 saatda boramiz. 300 ya 400 metr biyiklikte turamiz. Biroq bizden keyin dağın bir 300-400 biyiklikte köl var deydi. Hozir biz o'sha joyga ketamiz. Gideta 350 metr biyiklikte turamiz. Biroq bizden keyin dağın 300-200 metrday biyiklikte köl joylashganda o'tadi. Biroq eng qiziq o'shol kölde giringan odamlarning taramışı sırası tuyulib qoladi o'tadi. Hozir biz o'sha yerga ketamiz. Yerda Suyunaka bilan Oltinaka ketadi. Oltinaka bu yerga yilina 3 yol 4 yol keldi dem olam deydi. Suyunaka o'koz bu yil birinchi yol keldik-a Suyunaka. Bu yil birinchi yol keldik, biroq biz 11 kun yurib qo'yibmiz-da. 5 yaşında, 6 yaşında bir kelgan. Biroq kichkina yo'ldan adashtirib qo'ydi Oltinaka. Podyomdan tikka solib berdi. Sebebi постоянно o'zi shunday tikkaga tindor qilib churqab yuram deydi. Bizni dağın özünde ko'rdi o'xshaydi. Biz charchab qoldik ichine. O'ta biyik bo'lsa dag'i, mana taylar bor ekan. Taylar otlar yot. Qo'rqib qo'yaylar. Do'molab ketgan bo'lsang, bu yerda so'g'ing dag'in go'sh bo'lib qoladi. Taylar. Öte büyük olsa da şuntip atlar yürüyordu. Çöp öte taza çöpleri varken. Koşulup ceğin kep gidiyor mu çöplerden? Mırdım atık olayım mı? Mırdım atık olayım mı ben daha? Ben şahit. Dikkat çıkan olsan soğuğun daha göç болып қалады. Басқа жеткенге шейін таяр шашлик болып маринад етіліп қалғыдайсың. Tayına var kölü. Tayına var. Şurada köl var. Buna şu yol ketiyoruz. Köl qayerinde? Köl ayağındayken ben de. Mına жақта dedi şu köl. Bizдің үйдің жанынан көрінеді ошоның учу қардың учу. Мазардың үстіне шығып қарасаңар, ошо қардың учу көрінеді. Ошо жерге келдік. Қарашоры кең жайлы ясалыға барғанда дегенде мына өкө шығады. Алтын şimdi ұрдап қойла жүресіңер 11 күнден бері. 11 күн болды деп қойды. Mınake, oşun tip esal жүрөбүз. Evet, şimdi de mına
Qarang, вообще son terlaydi. Terlesang ham ziyoni yo'q terlaydi shunday deyapti. Shunday ekan-a? Ketyapman. Baqa. O'tira turgan yerlari men ekan. Yo'q, zo'rkam, yo'q, qanday ko'rinayotgan yerda? Mantip Jamal jurat bola. Adil. Qayoqqa kelib qoldik o'zi? Qayoqdan kelganingizni ham bilmaysiz opa. Bayaq men aytgan qarga yetib keldik, biroq oyoq ol joqqa odam basa turgan yo'l tugab qolibdir. Oqayotgan suv mana yerdagi. Xo'sh, ol 2 tonun arasından kunga erib tushgan qordin suvsi ekan. Bunaki. Qor, ko'kmök, cho'p, ko'kmök, ko'l. Bunaki. Qor erilik, qor o'ta muzlaq. Ona yerda sig'ancha qatib odamlar. Ona yerda suvga cho'zib o'tadi. Ko'kmök, cho'p, sig'aloq atishib o'tadi. Biz ishontiga salib yuramiz. Suv o'ta muzlaq ekan deb suvga tushmay. Biroq hozir tushamiz suvga da. Sen bu suvga tushmay qo'ysang bo'lmaydi. Bunday möngüden ag'ib kelib tushgan suv ekan. Suratga tushadi, u yerga tursachani o'tirib qarag'ach. Altından naqd o'ziga qarab ketdi. Qor ya. Na pomosh deb qiqirib o'rtasına borganda. Ona yerda qarda siyg'ancha qatib adamlar. Tashtang. Kat sinaga chung. Bo'ylanchi? Narqet ketgan aka. Sinaga narqet ketdi. Narqet ketdi. Ketdimi? Qarlarda o'tiramiz. Qarlar var. Narqet ketdi sinaga. Narqetdan chiqdi ya. At sinaga. O'tiramiz. Hozir rosa cho'milib chiqdi. Suvimizda ekan? Suvimizda bunaki ko'k-mo'k yer buyog'i qor. Bundan suv oltin головой tashlaydi deb turadi. Ketdik. Bitta chiq. Bayla chiqding-da kameraga kelganda. Bu qorning oldida oltin kirinadi. Tursa suv bo'lib ketdi. Sinaga tashlaysizmi? Tursam tushib qolibdi. İşte ko'ydi. Hech kim yo'q. Xotinlar ham ketdi deb. Suv o'ta son oltinda головойga dayardan tad. Anaki qorning oldida mana qorlar son chiqadi ekan. Oltin kirinib yuradi anaki. Qanday ekan? Mazza ekan emas, Suvda aytchoq ekan ama. Suv tasha. Shunday. Kirinib tozbaydan beri. Mazza ekan. O'ta son ekan. Meni kondirib olish kerak ekan. Degan kondirib o'sha. Suv tashlayvergin-la. Qachon chiqsa. Naka qor. Yaniga tortib qo'ying qorni.
Ama muzda ne Süyneke? Süyneke karda keçip jüretinden de.